Kuzdagi milliy sertifikat imtihoniga tayyorlanayotgan o'quvchilar bu videoni o'tkazib yuboraman. Demak, bizda quyidagicha ajoyib misol bor. Demak, buning ichini ko'rib o'tamiz. Tepadagi 1 ni biz 2 minus 1 deb olamiz. Shunda 2 minus 1 taqsim 2 faktorial, narigisini 3 minus 1 taqsim 3 faktorial, 4 minus 1 taqsim 4 faktorial va hokazo. Oxiridagisi 100 minus 1 taqsim 100 faktorial bo'ladi. Ana endi 2 faktorial 2 ni 2 faktorial bo'lgan bo'lsa 2 lar qisqaradida 1 qoladi. 1 minus 1 taqsim 2 faktorial. Xuddi shunday 3 ni 3 faktorial bo'lgan bo'lsa 3 lar qisqaradi. 1 taqsim 2 faktorial bo'ladi. Minus 1 taqsim 3 faktorial. 4 ni 4 faktorialga bo'lsak 1 taqsim 3 faktorial. Minus 1 taqsim 4 faktorial. Va hokazo oxirida 1 taqsim 99 faktorial minus 1 taqsim 100 faktorial qoladi. Ko'rishimiz mumkin, bizda bu qisqaradi, hammasi ketadi va boshidagi 1, oxiridagi 1 taqsim 100 faktorial